Hammaga salom. Budapesht haqidagi vlogning ikkinchi qismiga xush kelibsizlar. Bu Budapeshtdagi markazda joylashgan charxpalak va uning yaqinida Budapeshtning Fashion Street, ya'ni moda ko'chasi joylashgan. Bu yerda har xil mashhur brend magazinlarining filiallari joylashgan. Masalan, shokolad magazini Lind yoki Lacoste magazini va boshqa ko'plab magazinlarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Keyingi manzilimiz esa turistik foto zonalardan biri bo'lgan, mana shunday ajoyib manzaraga ega bo'lgan metro va tramvay bekati. Vengriyada odatda metro va tramvay bekatlari bir xil nom bilan joylashgan. Masalan, mana shu yerdagi metro bekati Batyani Ter deb ataladi, ya'ni Batyani maydoni. Va mana shu yerga keluvchi barcha tramvaylar Batyani Ter degan bekatda to'xtab o'tishadi. Avvalgi videoda parlamentning to'liq binoning ko'rinishini oldindan ko'rsata olmagan edim. Sababi pech tomonda turganingizda parlament juda ham to'liq ko'rinmaydi, ya'ni juda yaqin turasiz. Ammo daryoni kesib, metro bilan daryoning bu tomoniga o'tsangiz, mana shunday to'liq manzaraga ega bo'lishingiz mumkin. E'tiboringizda esa o'tgan videoda qo'ygan Chain Bridge, ya'ni zanjir ko'prigining tungi kechki vaqtdagi ko'rinishi. Endi esa metro orqali keyingi manzilga yo'l olamiz. Keyingi manzilimiz esa mana shu kichik haykalcha desam ishonmang, aslida mana shunday chiroyli, viqorli cherkovlardan yana biri. Ushbu cherkov Matyas cherkovi deb ataladi va u Buda tomonda Buda saroyining yaqinida joylashgan. Matyas cherkovi 1015-yilda Vengriyaning birinchi qiroli Saint Stefan tomonidan qurilgan. Ushbu cherkov haqida yana bir qiziq ma'lumot. 1526-yil Vengriyaga Osmonli turklar bostirib kelgan. Ular Budapeshtni ko'p joylarini vayronaga aylantirishgan bo'lsa ham, ammo aynan mana shu cherkovni saqlab qolishgan. Cherkovning ichidagi xristian diniga oid bo'lgan haykallar, har xil diniy ma'nodagi narsalarni buzib tashlab, uni butunlay masjidga aylantirishgan. Va Matyas cherkovi 150 yil davomida masjid vazifasini o'tab xizmat qilgan. Keyinchalik esa Avstriya qiroli Charles Karl V Leopold Usmonli turklarni Vengriyadan haydab chiqargandan keyin ushbu cherkovni yana cherkovga aylantirgan masjiddan.
Bu esa mana shu cherkov joylashgan hududning old tomondan to'liq ko'rinishi. Keyingi manzilimiz esa va nihoyat Buda Castle. O'zbekchada Buda saroyi. Bu yerdan turib, butun Danub daryosini yanada balandroq nuqtadan kuzatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Buda saroyiga Matyash cherkovidan piyoda yurib yoki avtobusda kelish imkoniyati mavjud va bu ancha arzonga tushadi yoki bepul agar piyoda kelsangiz. Yoki mana shu videodagidek funikulyar orqali chiqsangiz ham bo'ladi, ammo buning narxi juda ham qimmat. 2023-yil men o'rtog'im bilan bepul chiqsa bo'ladigan joylarni bilmasdan mana shundan foydalanganmiz va 3600 forint adashmasam hozir 126 ming so'mga chiqqanmiz. 2 daqiqada olib chiqib qo'yganmizni. Endi esa Buda Castle bilan yaqindan tanishamiz. Ushbu yodgorlik 13-asrda Vengriya mongoliyaliklar tomonidan bosib olinganda qurilgan. Keyinchalik buzib tashlangan va 14-asrga kelib yana qayta tiklangan va bundan keyin ko'plab har xil o'zgarishlar bo'lgan. Avval qasr sifatida qurilib, keyinchalik u saroyga aylantirilgan va unga bog' ham qo'shilgan ichki tomonda. Va 15-asrda u Matyash Corvinus ismli qirol uchun saroy xizmatini o'tagan. 18-asrga kelib esa ko'plab urushlar sababli yana vayronalarga aylangan. Keyinchalik esa yana qayta rekonstruksiyadan o'tkazilgan. Hozirgi vaqtda esa ushbu binoda 2 tarixiy muzey va 1 milliy galereya joylashgan va ushbu saroy UNESCOning milliy madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilgan. Bu yerda esa men aylana qasr saroyi bilan qoplangan ichki hovlisida turibman va bu juda ham chiroyli manzara. Avvalgi kelganlarimda, avval 3 marta kelgan bo'lsam, mana shu joyga kirmasdan ketgan ekanman. O'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli arxitektura va dizaynlashtirilgan bino. Endi esa so'nggi manzilimiz yana bitta milliy taom yeyish uchun yana o'sha charxpalak joyga keldim. Aslida mana shu langoshni yemoqchi edim, lekin juda ham moyliligi uchun shirinlik yeyishga qaror qildim. Va nihoyat men mana bunaqa chimney kek oldim. Chimney kek mo'rili kek, ichi короче teshik konusda qilingan. Bunisi konusli. Tagi mana chiqadi. Oy. Sochib ketadi. Endi buni yeymiz. Nutella
Pragada ham yegandim, faqat morojnelisini. Bugun 3 kun sovuq. Morojneli yegim kelmadi. Bu eng menimcha o'zimga yoqadigan vlog bo'ldi bu. Chunki Budapeshtni yaxshi ko'raman-da, chunki shuning uchun. Odatda oddiy ichida hech narsasi yo'qni olaman. Bunaqa whipped creamli, nutellali olmayman, faqat xamirchali joyini olaman. Lekin bugungi vlog uchun shunaqa fancy'sini olib yeb ko'ryapman. Yeyolsam. Bu yerda shunaqa ko'chada o'tirib ham yeyversiz, hech kim hech narsa demaydi. Hech kimga farqi yo'q, sizga ham farqi yo'q. O'zbekistonda masalan shunaqa ko'chada o'tirib yeyishga uyalar edim. Тем более брозом yeyish вообще. Bugun hozir ham ozgina uyalyapman. Zато chimneyga kelyapman. Qornim to'p qoldi lekin odamlar hayron qarab qo'yadi menga. Bu qiz birinchi marta yebdi deb aytgan. Turist deb aytgan. Aniq. Lekin oldimga selfie tayyorlagan kamera turgan, undan adashib turgan bo'lsa kerak. Xullas kalom, bugungi vlogim mana shu yerda tugaydi. Sizlar bilan bu sayohat qilganimdan juda ham xursandman. Meni onlayn bo'lsa ham kuzatib turganlaringizdan. Budapeshtda yana nimadir qiziqroq joylarga borib qolsam, alohida, ya'ni boshqa joy, masalan, Normafa degan park bor. U shahar tashqarisida ozgina. Bu yer ham juda ham arziydigan joy, ko'rsatsa arziydigan. O'sha yerlarga borib qolsam, alohida ular uchun alohida vlog olishga harakat qilaman. Bundan buyog'iga ko'proq video olaman deb umid qilaman sizlar bilan. Va videom yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariya yozsalaring yanada xursand bo'lardim. Va e'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr.